Azizlar ketdi. 1426. 1426 bilet. Omad 100 ming chiqib ketdimi? Yo'q, 100 ming dollar hali o'yinda do'stlar. Gaziga bosinglar, Urfadan salom. Doniyor Ergashev. 100 ming dollar 3 ming talak bo'lmasa chiqmaydimi deyman bu. 100 ming dollar. Baraka! 100 ming dollar. Baraka 100 ming dollar do'stlar. Baraka! Jartib tayladi. 100 ming dollar 1426 bilet. 100 ming dollar do'stlar. Heytdagi jartib tayladi. 1426 bilet. Kutira oxiri chiqdi. 1426 100 ming dollar. Ana endi telefon qilamiz. Kim ekan? Kim ekan bu jigit? 100 ming dollar chiqdi do'stlar. 1426 ga chiqdi. Biletlar ro'yxatiga qaranglar kim deb yozilgan ekan. Ketdi. Biletlar ro'yxatidan Pramoy tekshiramiz do'stlar. Pramoy biletlar ro'yxatidan tekshiramiz. Ana gay do'stlar, 100 ming dollar chiqdi do'stlar. Ana endi ko'ramiz do'stlar. Bizning Telegram kanalga o'tasizlar. Mana bizning Telegram kanalimiz 237.300 ta obunachisi bor. Mana 100 ming dollar biletlar ro'yxati. Ustiga bosing. Ana u yerdan qidirib topamiz 1426 ni. Qidirib topaman 1426. 1426 mana. Manakay. 100 ming dollar. Chartib tayladi lekin ha. Manakay 1426 kim ekan? Men hayajondaman do'stlar. Qani ko'ramiz. Kim ekan bu baxtli inson? Qani yozib oringlar qani. Mendan oldin ko'rganlar bormi? 1426 100 ming dollar. Ketdi. Ketdi do'stlar. Layklarni bosamiz. Dostonbek Madyarovich. Dostonbek Madyarovich. Dostonbek Madyarovich. 1426 100 ming dollar sohibi Dostonbek Madyarovich. Boshqacha bo'lar ekan ey. Gap yo'q. Bosib ekan, minus bosib qoldi bor-ku. Dostonbek Madyarovich minus bosib qoldi. Bitta nomer qoldirganda bu akamiz ham. Nomer qoldirmaganda, mana WhatsAppdan tushib bo'lmaydi. Doston bo'lib ketdi ham. Dostonbek Madyarovich. Kim ekan bu yigit? Dostonbek Madyarovich. Bitta nomer bor, boshqa nomer yo'q. Qaniki? Tushdan ketib qolmasin debdilar. Ko'tarsin endi nima bo'lsa ham. Dostonbek Madyarovich imoyizdan telefon qilyapmiz. Haydab imoga ulangan ekan. Qoldirgan nomeringiz. Nimaga ko'tarmayapti? Ana shunisi yomon-da. Dostonu inson tomosha qilib turibdi. Qaniydi menga telefon qilganda men ko'tarardim deganlar juda ko'pchilik edi. Albatta, juda ko'p kishi yozyapti. Dostonbek Madyarovich imoda seti bo'lib turibdi, lekin afsuski. Tak. Telegramdan bitta urinib ko'raylik qan. Yo tushim. Alo. Aka, tezroq yoqing aka WhatsAppni, imoni qo'shing aka, gaplashaylik. Imoga VPN kerak emas. Mayli. Telefon qiling onda. Imoga VPN kerak emas. Imoni qo'shing, gaplashaylik, antena bor joyga chiqing. Aka, telefon qiling, antena bor joyga. Telefon zaryadkada edi aka. Ha, bo'ldi, zaryadkadan oling aka endi. Zaril aka, srochniy. Mayli aka, hozir bo'ldi. Dunyoni suv bossa, Dostonbek akaga ne g'am deydi-ku. Shunday bo'ldi. Xayriyat ey, bo'larkan-ku ey. Bo'larkan ey, xayriyat ey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ovoz eshitilyapti? Eshitilyapti aka, bo'ldi yana. Aha, naushnik top tashlang. Bo'ldi, aytasiz.
Tak, yuzingiz yorug'roq joyda tursin. Ana shunday turing. Ana shunday. Ismingiz nima? Ismim Dostonbek aka. Familiyangiz? Rimbayev. Dostonbek Madyarovich Rimbayev. Aha, yaxshi. Qayerdansiz? Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidan aka. Hey! Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidan. Malakay. Malakay atrofni ko'rsating. Bu yer qayer bu yer? Ko'rsating atrofni. Bu yer aka Nagatinskiy, Moskva. Moskva Nagatinskiy. Nima ish qilasiz? Yo'q, bu turishda gaplashib bo'lmaydi. Aka, bu turishda siz bilan gaplasha olmaymiz. Men gapirganimdan keyin 10 sekunddan keyin javob qaytaryapsiz-da. Bundayga bo'lmaydi. Aloqani to'g'rilaysizmi, to'g'rilamaysizmi? Yo'q, menda u Gap yo'q. Tak. Endi rejalarni ayting. Uyga qachon qaytasiz? nasib aka shu nasib qilsa chiqsa qaytaman dedim. Farzandlarim sog'inganman. Qancha bo'ldi bormaganingizga? Qancha bo'ldi bormaganingizga? 5 oy. 1 yil 5 oy bo'ldi. 1 yil 5 oydan beri borganingiz yo'q. 1,5 yildan beri uyga borganingiz yo'q. Farzandlardan nechta? Farzandlardan 2 ta farzandim bor, 2 ta o'g'lim. Yaxshi. Shu monolitda oyligingiz qancha o'zi? Sizga aka oylik nima emas, ob'yomga, o'zimda ishimga bog'liq. Bundan ismlari kim edi? Dostonbek. Dostonbek juda ham bemalol inson ekan, lekin gap bo'lishi mumkin emas. Bunaqangi bemalol insonni men ko'rmagan edim. Rahmat. Kattakon rahmat avvalambor o'yinimizda ishtirok uchun. Shunda ham bo'lib turish kerak. Bemalol inson ham bo'lib turish kerak gohida. Gap yo'q. Sizni chin qalbimizdan tabriklayman Dostonbek. Mana oling mana. Tabriklayman. 100 ming dollar yutib oldingiz bizdan malakay. Hey! Malakay Dostonbek. Mana siz rostdan ham Bahodir Biratdan 100 ming dollar yutib oldingiz malakay. Qoraqalpog'iston jirtib tayladi mana. Hey! Ota-onamning duosi bu, aka bu, ota-onamning duosi bu. Har safar onamga aytib, aka, dada, oyi, nasib qilsa men ham yutib chiqib O'zbekistonga qaytaman dedim. Mana duolari qabul bo'ldi inshaalloh. Gap yo'q. Hey! Barakay aziz do'stlar, 100 ming dollar Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumaniga chiqib ketdi. Chin qalbimdan tabriklayman. Malakay, haqiqat, bu ayni haqiqat. Siz Bahodir Biratdan eng oliy bosh sovrinimiz 100 ming dollarni yutib oldingiz. Tabriklayman chin qalbimdan. Mana do'stlar, 92-yil bolamidan 92-yil bolaga chiqdi. Ikkita farzandlari bor ekan, 1,5 yildan beri uyga bormagan ekan. Endi qaytaversa ham bo'ladi. Endi qaytasizmi?